Assalamu alaikum ikrardaki eziz görürmenler. Hemonlarınki muş vaqt xeyirlik olsun. Ben Adil Er-Uygur, Uygur Tadqiqat İnstitutu namıdan hemonlarga samimiy ve kızgın salam yollayman. Her hafta institutumuzun müdiri, şundaq Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, tarix bilimi o'qituvchisi doçent doktor Erkin Ekrem Muallim bilan o'tkazib kelayotgan Xalqaro vaziyat va kun tartibi nomli programmamizningki yangi bölümünü huzuringizga sunmoqchimiz. Assalomu alaykum Erkin Muallim, xush kelibsiz. Hoş bulduk, rahmet. Aziz görürmenler, Muşay'ınki 22. günü bu Amerika hükümeti Şarkı Türkistan'da Uygurlarga yürgüzülayotgan irqiy qirg'inchilik roli bo'lgan bu Şinjan Quruluş ve İşlep Çıkarış Bingten'deki partiya komiteti sekreteri Wang Junqing, şundaqla Abdurrahimlik Cemaat Xavfsizlik Nazareti Naziri Chin Mingo qatorliq 2 nafar Xitoy amaldoriga bu yer shari Magnitsky qonun orqali jazoladi. O'xshash kunda Yevropa İttifaqı, Kanada, Angliya qatorliq organ ve devletlermi arqa-arqadan bayonot berib, Sharq Turkistonda Uyg'urlar yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikda cho'ng rol o'ynayotgan bu Şinjan, yani Abdurrahimlik siyosiy qonun komitetininki sobiq reisi, sekretari Zhu Hailun ve bu nimaninki Cemaat Xavfsizlik o'xshashlar. Cemaat Xavfsizlik Nazaretininki naziri Chin Mingo, sobiq naziri Wang Mingshan qatorliq 4 nafar Xitoy amaldorini jazolanganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Hozirgi paytda Xitoy Xalq Cumhuriyati Uyg'urlarga, ya'ni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyapti. Biz Xitoyni darhol Uyg'urlarga qaratgan besimni to'xtatishga, shundaqla jazolarni taqib chaqiramiz. Bundan boshqa Angliya Tashqi ishlar ministri Domenico Rapmo mundaq dedi. Hozirgi paytda biz 27 davlat, ya'ni Amerika, Kanadani qo'shgan vaqtida 30 davlat Xitoyga qarshi o'zimizning keskin pozitsiyasini bildirdik. Biz Xitoyninki Uyg'urlarga qaratgan bu zulmiga sukut qilolmaymiz. Uyg'urlarga shundaq ziyonkashlik qilganlarninki javobgarlikni cho'qim surish qilamiz dedi. Arqadan Xitoy darhol buningga intiqomlash maqsadida deylik. Darhol javob qaytardi va yüzüge bir tizimlik oturup qo'yib, Avrupa'daki amaldorlarni bulup bu tadqiqotchi Adnan Zeni jazolaydiganligini yoki embargo qo'yganligini bildirdi. Biz bugungi programmamizda Amerika, Kanada, Angliya, Yevropa İttifaqı qatorliq bu demokratik ellarninki bu Xitoy 4 nafar Xitoy amaldoriga qarta yurgizgan embargolarninki ta'sirlari qanday bo'ldi? Bu ta'sirlarninki doirasi kengayish mumkinmi yoki boshqa davlatlar shu davlatlarninki bu embargo qarorlarini o'rnak elishi mumkinmi emasmi? Bundan keyin bu davlatlar bilan Xitoy o'tirishga munosabatlar qanday taraqqiy qilish mumkin degan savollarni ko'rdigan holda muhokama qilib boramiz. Erkin al bilan siz bu qarorlarga yoki embargo qarorlariga qanday qaraysiz? Qanday tushunsiz? Bulutmama Avrupa'nınki bu kararları aşı yazılgandek şu Tiananmen meydanından keyin ve vakasından keyin şu Xitoyga qartilgan embargo deb ko'rsatdi. To'g'ri aşındaq bo'ldi ve ama bu qitim biraz farklı çünkü birinciden şu Avrupa devletleri ve G'arb devletleri özününki qimmat qarashlarini qo'g'dab qilish chetda qarorliq bo'lganligini ko'rsatdi. Yani bu bir chetdan şu Xitoyma G'arb şu qimmat qarashlarga qarshi chiqamiz ve o'zimizningki qimmat qarashlari bor deb jakalayotdi ve bunun bu o'zininki şu qimmat qarash bilan G'arbninki qimmat qarashlarga taqabul turishninki qo'ydi. Ama G'arbninki bu demokrasiya, inson haqlari, teng baravarlik, ifade erkinliği, matbaa erkinliği degandek bu xil qimmat qarashlar bugünkü dünyada 3'te 2 devlet bunu qabul qildi. Bazıları ideoloji jihatdan qabul qildi, bazıları bunu icraat jihatdan qabul qildi. Ama Xitoy bununla qarshi chiqdi. Shuningga Xitoyninki Sharq Turkistonda yoki Hong Kongda başka yerlerde ilib borgan siyosati bu g'arbliklarninki bu ko'z qarashga bir xilof olarak bulup ko'ryapti. Şunlaşka birincisi şu qimmat qarashlari bilan munosabatli. İkincisi bu
G'arb devletlerinde hemimiz bilimiz nurg'un şu insoniyatga qarshi ba'zi jinoyatlarni ishlagan. Misoliga qartanliklarni qul qilib ishitish. Misoliga bu Nazi Germaniyada bu qirg'inchilikni ilib borgan degandek. Bunundan g'arbliklar dars olg'ashqa, bunundan tecrübe savak ağaçlar bunundan keyin yaşanmasın bunda ahvallarda şununla bir ceza verildi öz vaxtida ve Amerika olsun, Avrupa olsun bu qartanlikka qarşı ilib borgan bu xatolarni tuzdi. Bundan keyin qonunlar bilan qartanliklarning yoki boshqa rayondan kelgan qulluqni sistemni o'zgartirish va bularni teng baravarlik tushunchaga ilish. Ama 21. asırda Şarkı Türkistan'da bunda vaka yaşanğandan keyin bular hamda şu tanqid qiladi. Faqat Xitoydaydi, sizlar qilib baxmaganmi? Sizlarning tarixingizda bunday narsalar yo'qmi? Sizlar shu xatoni qilib qaysi yuzinglar bilan bizga deysizlar deydi. Bu yerda bir mantiqiy bir o'yin bor. G'arbliklar biz qildik, xato bo'ldi, uni tanqid qildik. O haqida nurg'un yüz minglarcha kitoblar bor yozilgan. Ama bundan keyin yaşanmasın deb tanqid qilyapmiz degan gaplar Xitoydaydi. Bu sizlarning qilmishliklar bizningki igilik huquqqa tajovuz qildinglar, bizningki milliy manfaatga chiqindinglar. Tayangan gap ko'z qarashlaringlar, deyotgan gap so'zlar hammasi yolg'on va saxta ma'lumotlarga tayandırdinglar deydi. Misoliga bu yolg'on saxta degan bu dokladlar işletken malumatları, işletken mənbələri hamısı Xitayca. Yani Xitayning mənbəlerinden ağan nəslər. Bu qandallarca bu saxta ve yağan buludu. Şununla bu yani birisi şu Xitay neymi üçün bu yağancılıqını kıldı. Bu dünyanın müstəq aldaq mağamdır. Müstəq yükseliyorkan bir güç. Ertesi gün dünyanın beşiği gelse bu yağancılık, bu ırkı kırgıncılık, bu insaniyetke karşı cinayet işleş, bunu qanday mı qabul qilamiz degan niyet bilan buni jazolantirishga, ya'ni ambargo qo'yishga tirishayotganini ko'ryapmiz. Faqat misolga bu bunaqa Yevropaninki jazolantirishida misolga Sharq Turkistonninki partikum reisi Chunchongo yo'q. Ama Amerika'nınki cezalaşı bile, ceza hareketi bile, ambargo hareketi bile qaraydigan bo'lsa, aslında bunların birleştirgen vaxtida Şarkı Türkistan'ın meyli hükümetlerden olsun, meyli Bintuan'ınki əməldarları olsun, yani aldı planqa kelgenlerini hemsini cezalığını kögen buldu. Yani bir alaydılığı olsa, şu G'arb devletler birlikte kılışkı başladı. Yani G'arbliklar birlikte bunu ilip bağlan qarğanda, yani G'arbliklar hemisi bunun için Xitayga qarşı muşu cihetdə ortaq hərəkət qıldığanlığını göstərir. Hem de Avropanınki bu ambargosu məncə təxə bir başlanğıç deyə oylayman. Xitayning göstərən bu inkası deyil, yoki reaksiya deyil. Bununla qarab belki kelgüsündə yana şu ambargonun meselesini yeni kararlarını çıkış mümkün. Onundaki G'arbliklar bu da misalga siz sanılan devletten başka Avustralya, Yeni Zelanda mı bu ambargonu qo'llagan bo'ldi ve Xitoyninki insan hakları cihetdeki depsendicilikni tanqid qildi. Yani yig'ib kelgan chog'da G'arbliklar endi Xitoyga qarshi bunday bir ambargoni yurgizishi Xitoy ve G'arbning arasında şu qimmat qarashları ideologiya jihatdan bir urushning boshlanishi deb ko'rsak bo'ldi. Yani bizim sebebimizin hazırki iki dünya oturusida qimmat qarash o'tirg'i chiqib, yani to'qinish boshlanib ketdi degan yakun kelsak bo'ldi. Bundan so'ng ma'lum siz degandek buniki ta'sirlari albatta G'arb dunyosida bir-birlab ko'rilyotdi. Belki bu ta'sirlar Amerikaga yaqin turadigan, belki Yaponiya yoki Janubiy Koreya va yoki Hindiston bu demokratik ellardimi ta'sirli ko'rishi mumkinmi?
Hozircha bular Xitoy bilan bo'lgan bu yaqin munosabatdan tufayli balki qilmaslik mumkin. Misalga G'arb davlatlariningki ittifoqdosh davlatlari, misalga Yaponiya, Janubiy Koreya degandek, Hindiston degandek. Bular atugunma qilishningki ehtimol bor. Ammo bu Xitoyningki ko'rsatgan bu inkosiga bog'liq. Agarda Xitoy yanada ilgili huquqqa ta'sir yetkazdim deb, bu ilgili huquqi bilan aloqasi bo'lmagan bir embargo. Ammo Xitoy buni nihoyatda yuqori bir pallaga ilib buni belki xalqlarni boshqa davlatlarni qo'rqitish uchun yoki o Xitoyni qo'llayotgan davlatlarga o'zininki nochiligini, o'zininki shunday g'arbliklarga hammasiga qarshi shunday taqobil tura oladigan bir qarorlikni ko'z tutish uchun bo'lishi mumkin. Ammo Xitoyninki bergan javobi xuddi Xitoyni bo'layotgandek, xuddi Xitoyninki ilgili huquqini buzayotgandek, xuddi Xitoyninki milliy manfaatiga ziyon berayotgandek ko'ryapti. Agar Xitoy mushu ko'z qarashda yanada davom qiladigan bo'lsa, bu xil tanqidlarni bir Xitoyga hujum qilish, Xitoy hokimiyatini bo'lib o'tish va Xitoy davlatini bo'lib o'tish degan bu ko'z qarashda bo'lsa, Xitoy bundan keyin g'arbliklarga qarshi texmi chin, texmi qattiq bir aksi bir embargolarni ilib berish mumkin. Bu da ama buna Yevropaga qarda derhal tarafdan qaror chiqmoqchi, tarafdan derhal inkosini bildirdi. Nurg'un odamlarga Xitoyga kirish va ularni urug' tuqqanlarininki Xitoyga kirishi, Xitoy bilan tijorat qilishi va ya boshqa munosabat qilishiga ruxsat bermaydiganligini buni dedi. Bundan keyin Xitoymi menimcha yana bu qo'lida yana ba'zi kozlar bor, buni ishlatishga tirishadi deb o'ylayman. Agarda shunda shiddatlanib ketsa, bu qattiqlashib ketsa, ikki tarafniki bu xil Yevropa G'arbninki ko'z qarash yolg'izda abaman degandek insoniy jihatdan qilgan bo'lsa, Xitoy milliy manfaat va ilgili huquq jihatdan qarab bundaq chiqish nuqtasi o'xshamaydi, ammo bir-biriga embargo yuritib davom qilgan bo'lsa, albatta degan, ya'ni hozircha Xitoy qarshi jim turgan Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston boshqa davlatlar balki u vaqtda g'arbliklar bilan bir nima o'rtak cephaga kirishninki ehtimol bor. Hamda bular Xitoydan oldigan manfaat ham tijoriy va iqtisod. Agarda bu manfaatlar Xitoyda alamaydigan bir holga kelib qolgan taqdirda, menimcha Xitoyga qarshi embargo yurgizilgan va Xitoyninki shu insoniyatga qarshi ishlagan bu jinoyatlarga qarshi texmi ko'p davlatlar o'tirg'i chiqadi deb o'ylayman. Xitoy agarda iqtisod jihatdan boshqa hozir o'ziga yaqin davlatlarga manfaat tekkizolmagan vaqtida yanada shu Xitoyga qarshi chiqadigan guruhlar, jabhalar texmi ko'paydi, texmi kuchlanadi deb o'ylayman. Hozir bu embargoning tizimligiga qaraydigan bo'lsak, nishonniki qaraydigan bo'lsak, asosan bu Xitoyning yerlik amaldorlariga qaratilgan. Lekin bu ikki taraf o'tirishga munosabat yoki ziddiyat kuchaygan siri agar bu yerlik amaldorlar emas, markazdagi Xitoy amaldorlariga berib taqilgan bo'lsa, bu ishning xarakteri o'zgarib ketadi. Bu o'zgardi tabii. Çünkü Komünist Xitoy partisi Xitoyni boshqaryapti. Yani yalnız bir parti boshqaryapti. Agar o amaldorlarga embargo yurgizadigan bo'lsa, bizning davlatga qarshi qilyapti deb tushundi Xitoy. Shuningga texmi qattiq hozirdan boshlab shuni tushunyapti. Shuningga Xitoy texmi chin reaksiya berdi. Bu chinlik tabiiy bir ahvolda ikki tarafning munosabatini yiriklashtirdi. Agarda Sovetlar vaqtida bo'lib qolsa, sovuq urush vaqtida tek o'xshaydigan bir ahvolga tushib qolsa, hamda Xitoymi xalqaro yolg'iz qolgan bo'libmi cho'ng kuchlarda, cho'ng bozordan quruq qolgandek, yolg'iz qolgandek, bugun shu atrofida kambag'al davlatlar taraqqiyot qilayotgan davlatlarni aranjig'alaydi. O'z vaqtida Mao'mi shunda 3-dunyo deb yig'ib qilgandi. Ama bundan keyin to'laydigan bedelimi ig'ir bo'ladi. Chunki
Amerika degan o'ziga yaqin davlatlarni yeniga tortish uchun nurg'un pul xarjlash lozim. G'arbliklarga qarshi nurg'un chetdan, misolga tashviqot chetdan, tijoratdan ba'zan masalalar bo'lib qoladi va qolgan siyosiy, iqtisodiy, ma'lum xavfsizlik chetda taqobil turish uchun ko'p pul xarjlashga to'g'ri keldi. Bundan keyin harbiy kuchni kuchlantirman degandan keyin bu Osiyo rayonida qo'shni davlatlarni ansirashga, texmi ansirashga soladi. Ular undan keyin tadbir chora topamiz deb ulama yana Xitoyga qarshi taqobil turamiz deb turishdi. Shunaqa qilgan chog'da Sharq Turkiston masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi degandek nurg'un masalalar yuqorida yana nurg'un bedel ödeydigan bir ahvol oldu. Şununla hazır Xitoy tarafı qilib çok qisqa kelgan emas. Çok qisqa kelmay turibla shu yerim yo'lda abaqman degan bedel bilan Xitoyning ojizlashib kelishining ehtimoli bor. Agarda g'arbliklar boshqa davlatlar Xitoy bozorindagi manfaatdan voz kechsa, u vaqtida hamda rostimlar bir yangi 21-asrning yangi bir xil so'q urush boshlaydi deb o'ylayman. Soğuk urushni biz ideya nuqtasini tushunsak bo'ladimi? Yani ideologiya nuqtasini. Chunki hozirgi masala ikki qimmat qarash o'tirisidagi ziddiyatga aylanib ketganda qiluvchi hozir. Agar bu taraf qilsa, siz degandek o soğuk urushininki shu xil jarayonga, shu xil xarakterga kelib ketishi mumkin desak bo'ladimi? Aslında desek buldu. Bu hiçbir zaman tarihte bo'lgan bir vaka. Bundan keyin yani tekrar o'xshashi tekrar buludu deydigan bir narsa yo'q endi bu ilmiy jihatdan to'g'ri olmaydi. Ama o'xshaydigan taraflari bor, ama o'zi ayni emas endi. Shuningga bundan keyinki bu so'q urushninki shakl jihatda o'xshaydigan ahvoli bor. Bunun sebebi her iki tarafninki yadro quroli bo'lg'achqa bir-birini uramaydi. Uramagandan keyin o'z tabiiy bir şekilde bir tamponluk şekillenadi. Shuningga bu jangni issiq jang deymiz, issiq jangga aylanamaydi. Aylansa shu yadro qurol ishlatishga to'g'ri keldi. Qon to'kildi. Shuningga bu so'q jang degan, so'q urush degan mushu ma'noda tushuntirish lozim. Andan keyin siz degandek bu ideologiya o vaqtida muhimdi, chunki sotsializm bilan kapitalizm arasındagi bir urush. Hozir insan hakları bile mavi insan hakları defterinde kılganların arasındaki bir uruş. Ama ben diyendek bu uruş her gün siyasi iktisadi ticaret, mutafiye, xavfsizlik, nurgun sahaları yiyilip geçse, o vaktdeki uruş hem de tekima bir 21. asırınki alaydiligini to'shigan başka bir soğuk uruş oldu. Bundan başka burunki soğuk uruşda Sovyetlerninki iktisadi ticaret öz aldığı, özününki yakın devletleri bile, şerik devletleri bile, garipliklermiş onlar. Ama bugün Xitoy bilan G'arb devletleri arasındaki ticari iktisadi münasebetler bu yok. Xitoydagi bozorga bu g'arbliklarni bek xohlaydi, kirishini xohlaydi. Ama Xitoy uslublar bilan ularninki rahat kirishini to'sgan bo'lsa, yani bozorga erishish degan bir hukm bor. Shu erishish unda oson bo'lmaydigan deb turdi bundan keyin agarda urushsa. Shuningga iqtisodiy, tijoriy jihatda bir-biriga kirishib ketgan, ammo agarda bu kirishib ketganlikmi ro'shan bir şekilde ayrılışga başlasa, o vaqtida hamda her jihatdan bir-biriga taqobil turadigan shunday bir ahvol yaratib qoldi. Unda bir ahvolda hamda dushman degan hukmni deyli, raqib degan hukmni deyli, burunqidek tushunmaymiz endi. Ma yeni zamonaviy bir şekilde tushunishga majbur. Yani dushman degan taqdirda ya ak ya ko'p deb ayırmaymiz endi. Andan keyin bu külü renk bulup ayırmayız endi. Çünkü bazı sahalarda hamkorlik var, bazı sahalarda taqobil ve rekabet var. Shuningga aldığımızdaki bu g'arblik bilan Xitoyning arasındaki bu jidallar gri renk ig'irlikda bo'ladi. Bazen ak renk ve qora renklarni bo'ladi, ama gri renk bo'lg'achqa
texima bir murakkab, tushunishda texima oson bo'lmaydigan, aniqlash jihatdan, ta'bir berish jihatdan qiyin bo'lgan shunday bir munosabatlar yaşandığandek turdi. Yaşandığandek turdi. Yani munosabatlar bir xil emas, ya qilib ishlatga ikki xil shaklda emas, bir-biriga kirishib ketgan ko'p qirliq va cho'nqur bir munosabat shakllanadi. Siz degandek ta'birlashda va yoki bu munosabatni aniq chekkadan ayirishda qiyinligimiz demoqchi o'siz. Shunday. Ma'lum agar bu ish ikki taraf o'rtasidagi bu o'zaro jazolantirish yoki embargo masalasi taraqqiy qilsa, balki ikki tarafning munosabatiga qandaqroq bir ta'sir ko'rsatish mumkin? Yani gavjliklar qaysi ifodalanishi mumkin? Hamda bundan keyin bu siyosiy jihatdan misalga davlatlar arasındagi munosabat birbiriga qaratilgan siyoset jihatda qiynaladi. Chunki bir-biriga ishonmaydigan va bir-biriga bo'lgan ko'z qarashlar manfiy bo'lg'achqa ba'zi bu diplomasiya bo'lsin, tashqi siyoset bo'lsin, bu jihatdan qiynaladigan gap. Çünkü birbirinin gibiga tushunib ketmaydigan, çünkü yoki atay tushunmaydigan ajnabiy bir ahvollar bo'ladi. Bu da Alaska'daki Amerika ve Xitoy amaldorlarining ko'rishishimi ana shuni ko'z tutadi. Gerçi o ikinci, üçüncü yig'inida, yipq yig'inida nimalar deyishdi? Agar da urush, shu birinchi qatim yig'indagi urush qolgan bo'lsa, ikinci, üçüncü yig'inma ichilanmadi. Demek ki yani devam kılgan kargancakta 2 gün boyunca demek ki yani sözleşilen bazı meseleler var deyin gibi. Şununla bu siyasi cihetten, diplomasi cihetten kıyılan bir ahvalı var. Ebey digendek bu idea, düşünce, şu kıymet kararlar cihetten yani bu cideller devam kılıyordu ve bu cihetten Xitay özünün kıymet kararını toğul boğanlarını, g'arbliklar bizning toğul deganligini deb turib, bu jihatdan hamda munosabatlar yaqinlashmaydi. Ebey degandek siyosiy, iqtisod va tijoratda balki burunqidek bo'lmasa bir seviyada yana bo'ladi deb o'ylayman. Ammo Xitoy bu g'arbliklar qarshi jim turmaydi. Shuni umuman o'ziga tarafdor izlashga, o'zining sherik davlatlarini izlashga tirishdi. Onu bir cepheye şekillendirişe tırışıdı. Bu kılmışlıklar Garp devletlerinin ortak ittifak halini bozup koyuş mümkün. Aslında hazır mı şunu kılıvadı? Mesela Avrupa'nın esas alan çağda Orta ve Şark Avrupa 16 devletini özge tatladı. Ve bu terakkiyat kılıvatkan Xitayning məbləğə ihtiyacı olan bu devletler Xitay bilan yıkılışını halaydı. Xalqandan keyin bu G'arbiy Avrupa, misal Fransiya, Angliya va Germaniyadagi davlatlarla balki o'xshamaydigan bir siyosatni ilib boramiz deydi. Bu vaqtida Yevropaning ichida shu Xitoydan tupayli bu bo'linishninki sababi bo'ldi. Misal Yevropa Birligininki Gretsiya misal. Shu Yevropa Birligi necha yil avval Uyg'urlar qaratilgan inson haqlari dafsandachilikka qarshi bir qaror olgan vaqtida aşılar unumu başka, o karar çıkmadı. Bunun ki İtalya mı Xitay bilan yıkılmış var. Misal Hungariya mı şunda, Polşa mı şunda. Bundan başka bu Balkan devletleri mi yine Xitayga yakın. Şununla Avrupa mı Balkan devletlerinin yine ilişki mi kıyınlaşıyor. Hem de Balkan devletlerinin ki Xitay bilan yıkılmışı Rusya için mi fayda? Çünkü Rusya Balkandan şu Avrupa g'arbliklar taxsis bo'lganligiga qo'shiladi. Hamda bu xil rayonlarni desak, misol Latin Amerika, Janubiy Amerika tarafdagi davlatlar ba'zi davlatlar Xitoy bilan Rossiya bilan yaqin. Bu vaqtida Amerikaningki oqibatchisindami shunday bir bo'linishi mumkin. Chunki ba'zilari Amerikani qo'llaydi, ba'zilari Xitoyni qo'llaydi. O'tir Sharq degan davlatlar tegmi shunday bo'ladi. Yani Xitoy o'zininki G'arbliklar qarshi taqobil turman degan vaqtida diplomasiya jihatdan, tashqi siyosat jihatdan bu rayondagi davlatlarni o'ziga tortish bilan G'arb davlatlarga qarshi taqobil turishda bu jahonni, dunyoni nechaga bo'lib xalqaro munosabatlarni texmi murakkab holiga ekib qo'yish mumkin.
Hem de Xitayning ichki siyosetini desak, Xitaylar sirtdan kelgan bunda bir besimdan tufayli Komünist Parti texmi xalqini o'ziga tortish va ularni ideologik jihatdan ularni tarbiyalash va majbur o'ziga biqindirish, markazga biqindirish ishini yani devam qildi deb o'ylayman. Sharq Turkiston, Tibet, Mo'g'uliston degandek rayonlarda texmi ustalik bilan, ya'ni xalqlarga bildirmay turib, ama qattiq siyosatni yana devam qiladi deb o'ylayman. Hem o'ziniki devlet işçilik ittifaqını güçlendirdi, hem de bu xatarlik bo'lgan rayonlarda bu ko'rinishda xuddi bizni qilmagandek, ama amaliy jihatda bu ishlarni qilayotgandek shirin bir siyosatni ilib bordi deb o'ylayman. Siz Bahattin Bakır'ı tepsi toplulup öttünüz. Hazır bu üçüncü dünyaları Latin Amerika'ya gitti. Otur Şarap devletleri elbette bu iktisadi ve teknik cihetten Xitayga bekinip kalgan ehvalların mevcut. Ama bu Amerika başındaki garip elleri, bu demokratik kabul kılan garip elleri Xitayga nispeten san cihetten aciz kep kalgandek bir ehval da görünme hazır. Bu ehvalda Amerika yeni bir işgirlep başka devletlerini mi üzgü taç imkanı var mı? Bizim meselemizde. Hazır aslında şu görünüyordu. Amerika başlap verdi, Avrupa garip devletler egişiyordu ve Avrupa Birliği öz aldığıma kararlarını çıkarıp kılıyordu. Aslında sancette siz degendik aşındak. Misalga şu Xitay Halk Cumhuriyeti'nin ki Birleşken Devletler Teşkilatı'na kiriş ceryanında sancette nurgun devletler Xitay'ını kolladı. Tabii o vakti de Amerika mahvolluğun bir ahvalını var. Ondan ki misalga Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komitesi'nde Xitay'ın insan hakları cihette bir ceza bireyle adalandırayla diyen vakti ama yana şu sancetten Xitay'ı tutuyordu. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daima Xavfsizlik Konseyi'de Rusya yine de bu başka, ya ki o mu Rusya'nın, Xitay mı Rusya'nın yine de bu başka, bu yerden bir umumi karar ilişkinin aldırma tosyalı vardı. Şununla Sancet'ten Xitay için bir faydalı tarafı var. Sancet'ten başka mesela siyasi, iktisadi, xavfsizlik, kalan dünya meselelerde güç bile hesaplıgan çağda Xitay'ın çıkan 70-80-100 gece devlet olsa hazırki bu devletler farkında yani Avrupa'nın 27 devlet, Amerika diyen Kanada, Amerika, İngiltere diyen de 30 oldu. Eğer de Yeni Zelanda ve Avustralya ola ambargo denizma tenkit başka. Mesela 30 nece, 35-36 oldu. Bu devletlerin koşkan takdirde küçükten yani Xitay'ınki küçük yetmeydi. Şununla bazı sahalarda Xitay için faydalı tarafı var, bazı sahalarda Xitay'a olan ziyanlar var. Xitay eğer de hazırda Komünist Partisi özününki iktisadını eğer de tarafı kıldıramasa hakimiyetini soraydıgan salaydı kalmaydı. Ve Xitay'nıma başkurup mağamaydı. Çünkü Xitay nüfusu pek kötü. Hazır bir merkezde başkurup mağaşka hem işlep çıkış nüfusununki sayesinde işlep çıkarışma yaxşı git vardı. Ve kinki şu 40 yılda nüfusununki faydasından nüfusunun alaydığından cık fayda elip geldi. Her gün eğer de iktisadınınki terakkiyeti astılaşsa, ondan ki işlep çıkaran mallarınki teknoloji üstüde yani o zeminde işlep çıkarılan mallar olmakta da işleydiğin adamların sağlığa ve köp ihtiyaç duyulmaydı. Hem iktisat acizlaşsa nurgun şirketler çıkadan işlemeydi. Teknik yığırlaşsa bazı adamlarını işten çıkarırdı. İşsizlik köpeydi. Taşkı bazar yani dünyadaki bazarlar eğer de Xitay malını azaldığın ya ki almaydığın ahval olsa Xitay mal sektörüne başka mallar oldu gelip bunun bir iktisadının çarkı mağamaydı yani aylanmaydı. Bu sebeplerden tüpeyli eğer de cemiyette
bir cemiyet karakterlik meseleler çıksa, namayişler, bozgunculuklar, bulancılıklar eğer çıkmasa, bunu siyasi ve harbiy cepten, sahte cepten bastırmayın de kısa, bunun eğer de inkasla güçlük olsa, Xitay hakimiyeti onun mümkün Xitay'ını başkuramayı alıp gitti. Şununla Xitay üçün asan emas, asan toxtumaydı. G'arbliklar üçün belki şu iqtisad ticarette bir ziyan tatıdıyor ama özününki kıymet qarashlarını ve g'arblik degan narsani qo'llab qolishga ular belki bununla chidaydi, bununla bardoshlik beradi ama Xitoyning iqtisodi cho'kib hakimiyetin çöküşüne sebep. Çünkü Xitoyninki bir keldiğen ziyan texmi köperek. Belki g'arbliklar bunu ko'rgandan keyin deyish mumkin. Xitoyni hazır qilayotgan Xitoyga qarshi ilib berayotgan shu harakatni texmi kuchlantirsak, Xitoyning demokrasiyalashishga bir yo'l ochilishi mumkin degan shu ko'z qarashga kelsa, g'arbliklar texmi buni ilib berishi mumkin. Yani Şark Türkistan davasını qo'llab turib, Xitoyni qo'rqitib turib bo'lsa, sen agar unmasan Şark Türkistanning mustaqilligini to'laymiz deb shu nuqtaga agarda ilib borsa, Xitoy Şark Türkistanni qo'ldan chiqarishni xohlamaydi. Shundan belki g'arbliklarningki nimasiga talablariga bo'ysunish mumkin. Bu bir senaryo endi rost bo'ladi degan gap emas. Şu 1900 yılında Xitoyda bir chet elliklarga qarshi bir hareket başladı. Bunun aslında merkez şu Manchur imperiyasının sarayı. Ama ular ko'rinmadi. Bu da xalq qilayotgan. Nurg'un chet elliklar o'ldi. Şu vaqtda Japonya ve Rusiyaning ichida xalq davlatlar 8 davlat birlikda Xitoyga hujum qildi. Xitoy podshosi ve anisi Cixi bilan Guangxu ular Şiyanga qochishga majbur. Ahirida buni nimasini tinchlik bilan hal qilaylik deb muzokaraga tushdi. Ama Manchur imperiyasi bu 8 davlatga pul to'lash, tazminot to'lashga majbur qildi. Ve Manchur imperiyasining 1840dan keyin nurg'un bu g'arbliklar bilan jang qilgandan keyin Şu 1900 yılında ve 1901 yılgacha devam qilgan bu jarayonda iqtisodiga pek qattiq bo'ldi, ziyon berdi. Shundan 10 yildan keyin Manchur imperiyasi Xitoyni boshqaramay huquqini topshirdi. Demakchi bo'ldim, o'ma shu Xitoyningki tashqi ishlar ministrining so'zchisining Bachungning deganidek Xitoy 120 yil avvalgi Xitoy emas degini, mushu hozir men degan yerlar. Ya'ni sizlar 8 bulamsizlar, 30 bulamsizlar, ursanlama biz qo'rqmaymiz, biz ash vaqtidagi Xitoy emas. O shundoq bir taqobil turishning qarorliq bo'lganligini ko'rsatdi. Ama g'arbliklar shundan tajriba savoq olsa, to'xtab turib Xitoyga bir qattiq bisim ishlatsak, shu bir hujum qilib qo'ysak, umaydi ekan qo'yni. Tinchlikni xohlaymiz deb ondan keyin shu nima Manchur imperiyasi reform qilishga, islohot qilishga majbur qildi misolda. Islohotni texi boshlab, texi endi ma'nozimiz degan vaqtida hokimiyat chiqdi. Shunga bu tarixiy nimalar tajriba savoqmi g'arbliklarga bir tushuncha berdi deb o'ylayman. Yana Xitoyga taqobil turishda nurg'un bir nimalar bor, asboblar bor. Nurg'un vositalar bor. Ama g'arbliklar belki bir kısmını işletkiyle unmaydı. Çünkü o insaniyetke mos kelmaydigan bir ahvol. Biz Xitoyni deb Xitoy xalqini agarda ranjitib qo'ysak, Xitoy xalqiga agarda ziyon berib qolsak, bu bo'lmaydi deydigan ko'z qarashlar bor. Shunga hokimiyat boshqa, xalq boshqa deb ko'ryapti. Amerikani shunday qilib kelyapti hozir. Shunga texma ilgarilik bo'lgan esvaplarını ve siyasetini ilip bağlamazlık mümkün ama uçuk bir şekilde Xitoyga sözlep durup, Xitoyga bildirip durup bazı vasıtalarını kullanıp Xitoyga taqobil turdu ve Xitoyga bizim işiltishini devam kıldı.
Taki Xitoy g'arbliklar bilan hamkorlik qilishni xohlaydigan bir nuqta kelguncha hamda ikki taraf hamda bundan keyin hozir bu boshlanib ketdi. Bundan keyin tuzashmi qiyin. Shuningga bu Yevropaninki bunaqa embargoni e'lon qilishi, yurgizishi aslında 21. asrninki cho'ng bir taraqqiyotninki boshlanishi, shuningga tarixiy bir ahamiyati bor deb o'ylayman. Aziz ko'rmanlar, vaqt munosabati programmamizga daxllashamiz. Biz bugungi programmamizda Amerika va Yevropa ittifoqi qatorliq bu g'arb davlatlarininki Xitoyning 4 amaldori qaratgan embargosini ko'rdigan holda, bu embargo qarorininki nima uchun chiqarilganligini, bunun paydo qilgan ta'sirlarini, shundoqla ikki taraf munosabatiga qandaqroq ta'sirlarni olib kelganligi ustida muhokama qildik. Erkin Ma'lum, analiz uchun ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.